Salom do'stlar, qiziqarli, quvnoq va kayfiyatni ko'taruvchi xabarlarni eshitishga tayyormisiz? Unda boshladik. Darvoqe, yaxshi kayfiyat va yaxshi xabarlar homiysi 8 Media Maker jamoasi. Ularga minnatdorlik bildirib, xabarlar ketma-ketligini boshlaymiz. Andijondan rekord darajadagi yangilik. Andijon shahrida 20 ming nafar ishtirokchi birlashib, mashhur Andijon polkasi raqsini ijro etdi. Ulkan fleshmobning asosiy maqsadi o'zbek milliy raqs san'atini dunyoga tanitish va ushbu natija bilan Guinness rekordlar kitobidan joy olish edi. Tadbir Andijonning 2026-yilda turk dunyosining madaniy poytaxti deb e'lon qilinishi munosabati bilan tashkil etildi. Shu kuni shahar markazi milliy kuy-qo'shiqlar, rang-barang liboslar va bayramona chiqishlarga burkandi. Andijon polkasi nafaqat raqs, balki xalqimizning madaniy merosi, milliy qadriyatlari va san'atga bo'lgan mehrining yorqin timsoli hisoblanadi. Agar rekord rasman tasdiqlansa, bu nafaqat Andijon, balki butun O'zbekiston uchun tarixiy voqea bo'lishi mumkin. Madaniyatimizni dunyoga tanitayotgan bunday tashabbuslar esa albatta olqishga loyiq. Nima deysiz? Robotlar insonlarning ishini tortib oladi degan gaplarni ko'p eshitdim. Ammo AQShda bir robot politsiyachi ishini yo'qotdi. Ogayo shtatidagi Dublin shahrida xizmat qilgan Dubbot nomli robot 10 oy davomida birorta ham qoidabuzarlikni aniqlay olmagani uchun ishdan bo'shatildi. Nightscope K5 rusumidagi ushbu robot avtoturargohlarda patrullik qilgan. U kameralar va favqulodda aloqa tizimi bilan jihozlangan bo'lib, shubhali holatlarni qayd etish kerak edi. Ammo qariyb 1 yil davomida u na biror jarima yozdi va na biror huquqbuzarlikni aniqladi. Shahar ma'muriyati robot texnik jihatdan ishlaganini, biroq amaliy foyda bermaganini ma'lum qildi. Eng qizig'i, ushbu loyiha uchun taxminan $67 ming sarflangan. Bu Nightscope robotlarining ilk muvaffaqiyatsizligi emas. Avvalroq Nyu-Yorkda ham shunday robot patrullik paytida zinadan ko'tarila olmagani va tez-tez quvvatlash talab qilgani sabab xizmatdan chetlatilgandi. Ko'rinadiki, sun'iy intellekt hamma kasbni egallashga hali tayyor emas. Xo'sh, nima deb o'ylaysiz? O'zbekistonga ham bitta shunaqa robot kerakmikina? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Ammo robotlar haqida faqat kulgili muvaffaqiyatsizliklarni gapirish ham adolatdan emas menimcha. Masalan, Xitoyda yaqinda o'tkazilgan robotlar yarim marafonida odamsimon robotlardan biri 21 kilometr masofani atigi 50 daqiqa-yu 26 soniyada bosib o'tib, insonlar orasidagi amaldagi jahon rekordidan ham yaxshiroq natija qayd etdi. To'g'ri, hammasi ham ideal kechmagan. Poyga davomida ayrim robotlar startda yiqilib tushgan, boshqalar esa masofani yakunlay olmagan. Hatto g'olib robot ham marraga ozgina qolganda to'siqqa urilib, odamlar yordam bilan o'rnidan turishga majbur bo'lgan. Shunga qaramay, mutaxassislar bu natijani robototexnika rivojidagi muhim qadam sifatida baholamoqda. Chunki atigi 1 yil oldin shunday musobaqa g'olibi 21 kilometr masofani 2 soatdan ortiq vaqtda bosib o'tgan edi. Demak, bir tomonda 10 oy davomida birorta ham qoidabuzarni topa olmagan va ishdan bo'shatilgan robot politsiyachi bo'lsa, ikkinchi tomonda inson rekordlariga da'vogarlik qilayotgan yuguruvchi robotlar ham paydo bo'lmoqda. Shunaqa gaplar. Diqqat, ish qidirayotganlar diqqatiga. Xitoyda juda noodatiy vakansiya paydo bo'ldi. Henan provinsiyasidagi hayvonot bog'i qora ayiq bo'lib ishlaydigan xodimlarni qidirmoqda. Buning uchun esa yiliga qariyb $15 ming maosh taklif qilinmoqda. Vazifa juda oddiy. Ayiq kostyumini kiyib, bog' hududida sayr qilish va tashrif buyuruvchilarni xushnud etish kerak bo'ladi. Ammo bir shart bor. Mehmonlar bilan gaplashish umuman mumkin emas. Xodim faqat ayiqlarga xos tovushlar chiqarish kerak. Hayvonot bog'i ma'muriyatiga ko'ra, bu eng erkin ishlardan biri. Charchasangiz yotib dam olishingiz, kayfiyatingiz bo'lsa raqsga tushishingiz, sakrashingiz yoki daraxtga chiqishingiz mumkin. Yana bir qiziq jihati, mehmonlar taklif qilgan yeguliklarni rad etish ham tavsiya etilmaydi. E'lon internetda tarqalishi bilan 100 dan ortiq nomzod ariza topshirgan va vakant o'rinlar qisqa muddatda to'ldirilgan. Ko'rinadiki, ayrim joylarda karyera qilish uchun diplom emas, balki yaxshi ayiq bo'la olish qobiliyati ham
yetarli ekan. Ko'pchilik 75 yoshda dam olish haqida o'ylasa, namanganlik Zohida Karimova yangi maqsadlar yo'l oldi. To'raqo'rg'on tumanida yashovchi 75 yoshli onaxon nazariy va amaliy imtihonlarni birinchi urinishdayoq muvaffaqiyatli topshirib, haydovchilik guvohnomasiga ega bo'ldi. Zohida opa bu qarorga o'tgan yili Toshkentda 86 yoshli ayol taksichini ko'rgach kelganini aytadi. O'sha uchrashuv unga ilhom bergan va men ham mashina haydayman degan niyatni uyg'otgan. 38 yil davomida ta'lim sohasida ishlagan onaxon endi yangi maqsadni ko'zlagan. Uning aytishicha, prava olish orzuning birinchi qismi bo'lsa, navbatdagi reja yangi avtomobil xarid qilish. Harakat qilsangiz, intilsangiz bo'lar ekan, deydi Zohida opa. Ularning muvaffaqiyati hatto haydovchilik guvohnomasini ololmay yurgan yoshlarga ham motivatsiya bo'lgan. Bu voqea yana bir bor shuni eslatadiki, orzularning yoshi bo'lmaydi. Ba'zan yangi hayot aynan 75 yoshda boshlanishi mumkin. Bugungi ko'rsatuvni tasvirga olishga yordam bergani uchun 8 Media Maker jamoasiga minnatdorchilik bildiramiz. Bizda yaxshi xabarlar ko'p. Ular bilan har hafta sizni tanishtirib boraman. Ko'rishguncha xayr.